Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qizlar, menga qaranglar. Hali erga tegmayman, turmushga chiqmayman, hali kallaga nima qilishim kerak, hali ishlashim kerak, bu narsalar qilishim kerak deb, bolalar, men statistikani o'rganib chiqdim. Ishonasizlarmi? Respublika bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha bolalar kamayib ketyapti-ku. Endi o'ylaylar, mana shunaqa qilib nos qilib yuraversalar, qolasizlar. Mana bugun xudo xolasa men Toshloq tumani kommunizm MFga kelganman. Mana yana bitta bo'ydoq mana zo'r mana kelishgan bola ketdi safdan mana bugun. Ukamiz bugun xizmatdalar xudo xolasa. Jigar bugun svидетель maqomida o'zingiz. Sizlar qanaqa o'rtoqsizlar o'zi? Eng yaqin o'rtog'imizda. Sinfdosh, ko'cha ha, necha yil? Sinfdoshim 3 yil. Ham sinfdosh, ham o'qib, ham yana svидетель. Aka, qo'yli. Bunga qanaqa oqibat bo'lish kerak? Bir yoningizda turish uchun, svидетель qilib saylanish uchun ham aka juda katta, aka. Tilaydi udari bo'lsin. Yorib yuboradigan onadan. Do'stim baxtliman. Birinchi o'g'lim bo'lsin. O'g'illar o'ziga o'xshasin. Zo'r haligi zo'r sinfdoshlar nima kuyov bola? Zo'r sinfdoshlar birinchi o'g'il bo'lganda kalaska beryapti ekan. Eshitdingizmi shu yangilikni? Ilhomjon akam boshi. Ilhomjon akam tez uylansa bo'ldi. Nechinchi yil Ilhom aka? 97-Ilhomjon. Orzu magazinida ishlaydi, ochadi. Ilhom aka, eshiting, Ilhom aka qattasiz. 97-yil o'siz aka bag'i o'zi yetib kelib qopti. Aka o'zi davolamasak bo'lmaydi sizni ham. Bolalar o'zi tavsiya qilib yuborishyapti aka. Kuyovlar kayfiyatlar qalay endi bugun? Kelin bilan qanaqa qilib tanishdingizmi? Qarang, ko'pchilik juda qiziqyapti shu narsaga. Muhabbat? Yo, uydagilar topganmi? O'z topgansiz. Endi hisobda to'g'ri. Yaxshi. Ilohim hammaga ham shunaqa baxt nasib qilsin. Hamma ham shunaqa baxt mashinasida yurishlik nasib qilsin, jigar. Sizga mustahkam sog'lik, mustahkam baxt, eng Toshloqda ko'ringan insoni bo'lib yurishingizni tilab qolaman aka. Xudo xolasa farzandlik ko'rganingizda ham, raddumlaringizda ham kelib xizmat qilaylik birga bo'lib. Qizlar, mana bugun ham bitta bo'ydoqni mana safdan badara qildik. Xudo xolasa yana bittaga kamaydi bo'ydog'imiz. Endi bu juda tez kamayib ketib qolishyapti. Hozir bir noyob bo'lib qolyapti bo'ydoqlar. Tushunasizlarmi? Harakat qilinglar, noz qilmanglar. Iltimos. Qayerda? Anjon bilmadik qayerlikni. Sizlar qayerdansizlar? Biz Namangandan. Ha, mehmonmisizlar? Ha, mehmonmiz. Mana hozir Anjonga to'yga keldim, ukalarimiz yo'lda telefon qilishib to'xtatishib bittadan rasmga tushaylik deyishdi. Bemalol tushaveringlar. Muxlislar hamma joyda borda. Men hozir Anjonga to'yga keldim. Ukalarimiz endi telefon qilib to'xtatishdi. Hozir rasmga tushaylik. Nechinchi yilsizlar? 2006. 2006 uylanmagansizlar hali. Bemalol tushaveringlar valla. Nima deysiz endi? O'zi to'yga kech qolyapman, lekin iloji yo'q. Muxlislarda nima deysiz? Bularni ham ko'nglini olish kerak. Men to'xtab hozir Andijonda bir o'rtasida to'xtab turib, ukalarimiz rasmga tushyapti.